Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Men hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim, undan oldin ko'rmagan ekanman. Afsus, o'zim munosabatimni vaqtliroq bildirgan bo'lardim. Bir kimsa bor ekan, chet elga borib, Valeriy Yugay degan. Qaysi millatdansan sen? Qaysi millatdansan sen? O'zbek, qozoq, qirg'iz kim bo'lishlaringdan qat'iy nazar. Mana shu ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa, u davlatni men tan olmayman. U davlatni O'zbekiston fuqarosi, ming afsus bilan aytaman, O'zbekiston fuqarosi va men juda afsuslanaman biz fuqarolarimiz orasida shundaylari bor ekan, tuzimizni yeb, nonimizni yeb, bizni tuzuqqa tupuradiganlar bor ekan. O'zbekistonimiz to'g'risida, O'zbekiston fuqarolari, bizni vatandoshlarimiz to'g'risida juda haqoratomuz, juda obro'yini pasaytiruvchi, obro'yini buzuvchi, bizga mentalitetimizga, dunyo qarashimizga, umuman bizni o'zbekligimizga xos kelmagan tarzda juda kamsitib gapirgan. Va nafaqat bizni, balki bizga qardosh bo'lgan qo'shni mamlakatlarni, yurtimizda yashaydigan boshqa millat vakillarini juda kuchli haqorat qilgan. Men o'ylaymanki, juda yaxshi bo'pti. Bizni ichki ishlar organlari uni O'zbekistonga Abu Dabidan olib kelgani. Men ko'rdim, u juda yig'lab, simtab, uzr so'rabdi, boshqa qilibdi. Yugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim, lekin bu narsani hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. Lekin men o'ylaymanki, bunaqangi biz voqealarni kechirishimiz noto'g'ri bo'ladi. Men taklifim bor, O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi shunday voqealarni oldini olish bo'yicha kuchli choralar ko'rish kerak. Shuni vaqti keldi. Chunki bizni axboriy hududimizda bunaqangi holatlar ba'zida uchrab turibdi va men ularni ko'payishini xohlamayman. Shuning uchun AOKga men o'ylaymanki, biz bugun qayta ko'rib chiqishimiz kerak va shunday masalalarda chora ko'rish imkonini berishimiz kerak. Yana bir muhim jihat borki, mana shunaqangi yigitlarni, yigit deyish ham qiyin buni. Mana shunaqangi fuqarolarni bizni vatanimizga, millatimizga, bizda yashayotgan boshqa millatlarga haqoratlovchi, kamsituvchi holatlar bo'ladigan bo'lsa, biz ularga nisbatan keskin chora ko'rishimiz kerak va hatto O'zbekiston fuqaroligidan ham chiqarib yuborish kerak. Bizda bunday fuqarolar bo'lishi noto'g'ri.